Hürmetlik vatandaş leksiyalarımızı davamlaştırımız. Bugün Çislak 2020 yıl 9. ayının 3. günü hafta Perşembe. Endiki mavzumunda hürmetlik vatandaşım. Hindistan armiyası çegara rayında yani hareketlenişe başladı. En xatarlık vakit aldığımızda yetip geldi. Mavzulu haber 9. ayının 2. günü Duvit orbiti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Hindistan armiyası bilen Jungo armiyası vattarısı tokunuş yüz berip, iki taraf birbirini çığıradın öttü dep ayıplaştı. Hindistan hükümeti mundak görsetti. Jungo harbileri 8. ayının 29. günü avvalki kelişimge xilaplık kılıp, bu qaysi günü de Jungo'nun Merkezi Komitetida Tibet xizmat yig'ini echilayotgan kunning 2. kuni edi. 28-29 kuni demak, Jungo 29 kuni chegara rayonida chegarada o'tib vaqa paydo qildi. Tibet xizmat yig'iniga aloqadormi qandaq deb savol qo'ying. 29 gün avval kelishimga xiloflik qilib Ladakh rayoni Bangin Tiso ko'li atrofiga kirdi va bu rayonni egallamoqchi bo'ldi. Hindiston armiyasi avval harakat qilib, Hindiston pozitsiyalarini mustahkamlash tadbiri qo'llanib, Jungo armiyasining hozirgi holatni buzishini cheklamoqchi bo'ldi. Lekin Jungo armiyasi G'arbiy rayon okrugi bayonotchisi Janshili 8. ayning 31 kuni suhbat bayon qilib, bundoq ko'rsatdi. Shu kuni Hindiston armiyasi avval ikki taraf o'rtasida hosil qilingan o'rtaq tonishni buzib tashlab, Bangin Tiso ko'li shu yin tog' eg'izida yana bir qatam chegaradan qonunsiz o'tib ig'vogarchilik qildi, jiddiy vaziyat paydo qildi. Bu Xitoy tarafining bayonotchisining so'zi. Xabarlarga qaraganda bir nafar Hindiston askari to'qnashuvda vafot bo'ldi. Hozir bu askarni Tibet qismlarining Hindistondagi alohida qismlarining bir nafar askari deyishyapti. Jungo'ning bayonotchisi Huachiyin 9. ayning 2. kuni bundoq ko'rsatdi. To'qnashuvda Hindiston askari chiqim bo'ldi. Hindistonning bayonoti o'zini fosh qilishdir. Bu vaqada Hindistonning avval chegarada o'tganligini oshkorlab qo'yishdir. Hindiston matbuotlari bundoq xabar qildi. Navbatda Hindiston askarlari chegara rayon qismlari qurol-yarog' va askariy qismlarni tartibga solyapti. Reuters xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Hindiston armiyasi tartibga solyapti. Hindistonning Arunachal shtati Jungo taraf rayoni Tibet, Janubiy Tibet deb ataydi. Anchao noyasi mas'uli Ayush Sodan bundoq dedi. Armiya hozir Anchao noyasiga yo'tkalyapti. Askariy qismlarning yo'tkilishi ikki davlat o'rtasida chegara to'qinishining kengayib ketishidan darak berdi. Ayushi yana bundoq ko'rsatdi. Kolivan vaqasidan keyin texnika ko'p askariy qism o'rinlashtirildi. Yana bir xabar hurmatli vatandosh. Jungo Hindistonning kelar qatimliq to'qinishi Beijingning strategik ojiz halqasida yuz berdi. Amerika matbuotlari shiddatli bo'ldi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 9. ayning 2. kuni Duvit orbitida e'lon qilindi xabar. Bundoq boshlandi. Amerikada tashqi siyosat jurnal 9. ayning 1. kuni xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Jungo Hindi okeani strategiyasi eng ojiz halqa Malakka bo'g'izida. Jungo'ning Hindi okean strategiyasi eng ojiz halqa Malakka bo'g'izidir. Malakka bo'g'izi Jungo dengiz okean sodisining hayotlik
liniyasidir. Şundaqla Cüngü Deniz Armiyası Janubi Asiyaga ötedigan mühim qatnaş yoludur. Cüngü bilen terkişip durgan ahval asıda Hindistan Deniz Armiyası Paris koltuğudan Malakka boğuzuğa yetip gelip yukarı derdilik harbiy halat tuturdu. Demek Hindistan'ın Paris koltuğudaki Deniz Armiyası Malakka boğuzuğa keldi degen gep, o yandan kızığı çıkamdı nime degen gep ötendir. Xabardar kişilerinin aşkarlışça Hindistan Deniz Armiyası tapşırıp algan buyruk naydı enik ki ola harbiy hareket üçün tayyarlık kılış gerek. Yani Hindistan harbiy hareket üçün tayyarlık kılış gerek. Cüngü Armiyasının hücum kılışını çektiş gerek.